kafe. Begonalar ko'p keladigan eng tahlikali yerlardan biri. Ya'ni savdo markazi. Turistlar ko'p bu yerda. Voy pulimda olguncha ichim kuyib ketdi ya. İçim kuyib ketdi pulimda olguncha. Boshqa ishga keta olmadim men pulimni tashlab. Shunda ham $100 oshirig'ini kesib tashladi alamidan. Alamidan kesib tashladi. Ya'ni bermay shu deb pulini kesib tashlayku, bizga alam qiladi-ku. Shunda patronlarga nima bo'ladi-da, xursand bo'ladi. Bizni qiynalayotganimiz ko'rib. Mayli. Xudo bitta joyidan chiqarib qo'yar. Bu yer Beyazıt Chambarli tash. Biroz yursak nima? Sultonahmet. Hozir shunday o'tib olaman. Eng tarixga boy joylardan İstanbul. Qurilish bo'ladi, tagidan tarix chiqib qoladi. Eski imoratlar, qoldiqlari chiqadi. Mana bu yer Sultan Süleyman'ning davrida qaynagan yerlar bo'lgan. Nima bo'lgan bo'lsa bu yerlar. Mana bu yer bozor. Mana shu kapalı kum kafening joylari ham rosa eski devorlari bor. Men tarixga qiziqqanim uchun ko'p nima qilaman. Kapalı çarşı. Eski joylarda. Juda ehtiyot bo'lish kerak sumkaga. Chunki o'g'irlar ham bor dedi, o'g'ri.